Shunaqa. Siz axborot berishga majbursiz. Yo'q, men bilmasam, tushunmasam ekspertiza, men ko'rmagan bo'lsam nimasiga Shunda tanishibsiz, bilasizmi? Yo'q, tanish kishi ham olamaydi. Siz O'zi ammengiz uyda o'tiribsizmi? katta xolamni uyda o'tiribdi. Katta boshqalar gapiryapsiz. Umuman men moddalarni tugagan ish bo'yicha, qarang, tugagan ish bo'yicha siz men moddalarni keltiryapsizman. Men huquq tarafdan Men boshqalar bo'lsa ham menga qizig'i yo'q, men javob bermayman, xohlamayman. Tushundingizmi? Men xohlamayman. Siz siz o'tda hozir. Bo'lganimda ham majbur emasman. Sud bo'ldi-yu, tugadi-yu, ish tugadi-yu o'sha. Tugagan Demak, sizning gapingiz hozir qonuniy hammasi. Berishga majbur emassiz. Ha, majbur emasman. Sud ekspertini so'roq qilish. Nomidan ham vahimali ekan. Sud ekspertini mustaqilligi haqida butun bir qonunda mazmuni bor. Surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ekspertini qonunda belgilangan tartibda so'roq qilish huquqiga ega. Qayerda qoladi sud ekspertini mustaqilligi? U keyinchalik bergan xulosasi yuzasidan tergovchi chaqirib uni so'roq qilsa.